Xo'sh, Vinicius bo'ldi, Tchouaméni bo'ldi. Endi navbat shu futbolchiga. O'zi nima haqida gap ketyapti? Hozir hammasini aytib beraman. Avvalambor, agar siz ham Real Madridning muxlisi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bilasiz, salkam 2 yildan beri jamoamiz braziliyalik futbolchi bilan kontraktni uzaytirishga harakat qilayotgan edi. Va oxir-oqibat bir necha hafta oldin bunga erishdi. Undan avval esa Tchouaméni bilan ham klub shartnomani uzaytirgan edi. To'g'ri tushunganingizdek, Real Madrid sekin va sekin asosiy o'yinchilar bilan shartnomalariga 1 yil yoki 2 yil qo'yotgani tufayli ularni ko'proq muddatga uzaytirishyapti. Va keyingi bunaqa o'yinchi Jose Mourinyoning taklifi tufayli Jude Bellingham bo'lar ekan. O'z aslida uni jamoa bilan shartnomasi yakunlanishiga hali ancha bor. Ammo shunga qaramasdan klub uni shuncha harakati uchun maoshini oshirib berib, muddatni ham uzaytirib bermoqchi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Angliya yulduzi bu narsaga loyiqmi? O'z fikringizni izohlarda yozib keting. Va albatta, bu jamoa haqida eng qaynoqqina yangiliklardan qolib ketmaslik uchun Telegram kanalimizga ham kirib qo'ying.